Assalomu alaykum. Men Zoir va marhabo Yahyo qizi. Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika psixologiya fakulteti logopediya yo'nalishi 515-22 guruh talabasiman. Bugungi video darsimizda biz tibbiy pedagogik psixologik komissiya faoliyatining maqsadi hamda asosiy tamoyillari haqida gaplashamiz. Bunda rejalarimiz mavjud. Bunda o'sha birinchi rejamiz komissiyaning asosiy maqsadi va ahamiyati. Ikkinchi rejamiz tibbiy pedagogik psixologik komissiyaning asosiy tamoyillari. Uchinchi rejamiz esa komissiyaning asosiy vazifalari. Bunda o'sha birinchi rejamizga keladigan bo'lsak, komissiyaning asosiy maqsadi, bunda o'sha tibbiy pedagogik psixologik komissiyaning asosiy maqsadi shaxslarning rivojlantirish xususiyatlarini chuqur tahlil qilishdan iborat bo'ladi. Ushbu komissiya jismoniy va psixologik holatni baholash orqali ularning ta'lim va tarbiya jarayonlarida muvaffaqiyatlarga erishishiga ko'maklashadi. Bunda har bir shaxslarning individualligi va ehtiyojlarini inobatga olgan holda maxsus yondashuvlar ishlab chiqish hamda ularni bolaga qo'llashdan iborat bo'ladi. Bunda tibbiy pedagogik komissiyaga qanday bolalar jalb qilinadi degan savolga javob beradigan bo'lsak, bunda nuqsonlari murakkab bo'lgan bolalar hamda rivojlanishda ikkita va undan ortiq nuqsonga ega bo'lgan bolalar komissiya o'sha tibbiy pedagogik komissiyaga yo'naltiriladi. Komissiyaning asosiy maqsadi hamda vazifalariga keladigan bo'lsak, komissiyaning maqsadi 2 yosh hamda 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni jismoniy hamda aqliy rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalarni aniqlash va ularni tegishli tiplar bo'yicha muassasalarga joylashtirishdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari komissiyaning asosiy vazifalari hisoblanadigan o'z vazifalari ham bor. Jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan bolalarni ularni ota-onalari hamda yoki ularni o'rnini bosuvchi shaxslar ishtirokida ko'rikdan o'tkaziladi. Bunda o'sha jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ko'rikdan o'tkazishda ular bilan bevosita muloqot qilish va ularning nuqsonlarini tasdiqlash hujjatlari o'rganiladi. Bundan tashqari bolaning jismoniy yoki aqliy rivojlanishdagi nuqsonlari haqida yashash joyida shifoxona shifokorlari tomonidan qo'yilgan tashxis ishonchliligini o'rganiladi hamda bolaning jismoniy yoki aqliy rivojlanishdagi nuqsonlariga qo'yilgan tashxis tasdiqini topsa, o'sha bolalarni o'sha tegishli tiplar hamda tiplar bo'yicha muassasalarga yo'naltiriladi. Bundan tashqari jismoniy yoki aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni muassasada qancha bo'lishi muddati belgilanadi hamda o'sha bunda komissiya asosiy eng avvalo hamkorlikda ish olib boradi. Komissiyaning a'zolariga keladigan bo'lsak, bunda o'sha komissiyaning a'zolari mavjud. Komissiyaning tarkibi bunda rais o'rinbosarlari, o'zaro o'rinbosarlari hamda a'zolari va kotibdan iborat tarkibni tashkil bo'ladi. Komissiyaning a'zolari bu o'sha nevropatolog, nevropsixolog, pedagog, logoped, surdopedagog, tiflopedagog, alligrafin pedagoglar a'zolari hisoblanadi. Bunda komissiya raisiga keladigan bo'lsak, komissiyaning tarkibi qoidaga ko'ra tog' sonida bo'ladi. Bunda kamida 7 nafar a'zodan iborat bo'lish kerak bo'ladi. Bunda komissiyada ish yuritishni tashkil etish kotib tomonidan amalga oshiriladi. Bunda tuman, shahar, xalq ta'lim bo'limining maktabgacha ta'lim bo'yicha mutaxassis komissiyasi kotibi hisoblanadi. Komissiya a'zolari umumiy sonning kamida 3 dan 2 qismi qatnashgan taqdirda komissiya yig'ilishi qaror qabul qilishi uchun vakolatli hisoblanadi.
komissiyaning yig'ilishi rais tomonidan tasdiqlangan reja asosan bir oyda kamida bir marta o'tkaziladi. Komissiya a'zolari komissiya ishida ishtirok etadi. Komissiya tomonidan qaror qabul qilinish ovoz beradi. Komissiyaning har bir a'zosi bir ovozga ega bo'ladi. Ularning ovozi teng bo'lgan taqdirda komissiya raisning ovoziga hal qiluvchi hisoblanadi. Komissiya yig'ilishi natijasiga qaror qabul qiladi va u bayonnoma shaklida rasmiylashtiradi. Bayonnoma komissiya raisi, rais o'rinbosarlari, a'zolar va kotib tomonidan imzolanadi. Bunda komissiya tomonidan hujjatlarni qabul qilish va ko'rib chiqish. Bunda esa o'sha komissiya xulosasini olish uchun ota-ona yoki o'sha ularni o'rnini bosuvchi shaxslardan hujjatlar taqdim etiladi. Bu hujjatlar qanday hujjatlar bo'ladi? Bolaning tug'ilganligi haqida guvohnomasi, bolaning otasi yoki onasi yoki ularni o'rnini bosuvchi shaxslarda pasport nusxalari, yashash joyidagi psixonevrolog, defektolog, otorinolaringolog, ortoped, okulist, shifokorlarning bola nutqidagi nuqsonni, uning eshitish va ko'rish, tayanch, harakatlanish a'zosidagi nuqsonlari bo'yicha tashxislash, o'sha tashxislashi, qanday tashxis qo'yganligi haqidagi hujjati kerak bo'ladi. Bola umumiy tibbiy muassasaga qatnagan bo'lsa, uning o'sha jismoniy yoki aqliy rivojlanishiga berilgan muassasa tomonidan yoki o'sha mudirning imzosi bilan birgalikda tavsifnoma beriladi. Komissiyaga yuborilgan bola yashash joyida shifokorlar tomonidan qo'yilgan tashxis shifoxona bosh shifokorning imzosi va gerbi muhri bilan tasdiqlangan bo'lishi shart bo'ladi. Bunda o'sha